Chiquvchi hissa faktori bo'yicha aytib o'taman. Chiquvchi hissa faktorimiz kiruvchidan biroz farq qiladi ozgina. Bu yerda guruhlab berish yo'q, bu yerda bittalab berib chiqish kerak bo'ladi. Lekin ana shu tahrirlashni qilib kirganimizda tizim avtomatik ravishda barcha ma'lumotlarni to'ldirib beradi. Faqat foydalanuvchi tomonidan agar shartnomasi bo'lmasa, shartnomasini qo'shib olamiz. Va mana shu hissa faktorida keltirilgan ma'lumotlarga pastda ma'lumot qo'shib ketish kerak bo'ladi. Har bitta pozitsiyasiga bo'yicha yoki bo'lmasa hammasini bitta qilib. Demak, mana aytib o'tganimiz bu agar xizmat ekan, bemalol bajarilgan o'sha xizmatni tanlab, kerakli xizmat turini tanlaymiz. Aytaylik, laboratoriya uslubi deylik va bir miqdoriga bir qo'yib, jami summani kiritib qo'ysak bo'ladi agar bitta xizmat bo'ladigan bo'lsa. Qo'ydik va o'zi tizim avtomatik ravishda daromad shodlarini o'zi beradi. Agar qo'shimcha qiymat solig'i to'lovchi bo'lsa, qo'shimcha qiymat solig'i foizini tanlaymiz. Mana to'g'ri keldi. Agar mabodo teginlarga farq qilib qolsa, endi bemalol mayda ruchnoy to'g'rilashimiz mumkin bo'ladi ikkalasini ham. Jami o'zgarmaydi. Jamini o'zgartirish mumkin emas, faqat qo'shimcha qiymat solig'i va mana sotishni summalarini o'zgartirish orqali jami summani to'g'rilasak bo'ladi va to'g'rilangandan keyin saqlash tugmasini bosamiz. Xuddi shu tartibda barchasini qo'yib chiqamiz.